Bu videoni eshik romga pul tashlab qo'yib uxlab qolganlar ham bor ekanda. Men hozir Rahmatulloh bilan gaplashib turdim. Har xil kompaniyalar bor ekanda, har xil kompaniyalar bor ekan. Men Rahmatulloh aytishi bo'yicha pul tashlattiradigan-da 50-100 kvadratga pul tashlaydiganda 50% tashlab qo'yib shuni yo'qib qolar ekanda. Orqasidan yugurib yurishar ekan. Orqasidan yugurib yurar ekan. Bir haftada beraman, 3 kunda beraman deyotganu, 2 oyda ham qilmaydigan. Qayta telefon qilsangiz 2 oylarda olib kelib berish mumkin. Agar telefon qilmasangiz 6 oylab, yarim yillab sudrab yuradiganlar bor ekanda. Hozir mana aytib qoldi. O'rtoqlar, sizlarga bitta ma'lumot bilan chiqmoqchiman. Mana Rahmatulloh shu yerda asoschilari. Sizlarga Romex tomonidan mana o'rtoqlar ko'rib olinglar. Romexdanman deb kimdir sizlarga borsa ham ularga ishonmanglar. Bizni Romexda mana Romex eshiromlar kafolat xati o'rtoqlar. Kafolat xatida yozilyapti. Mazkur kafolat xati Romex kompaniyasi va quyidagi ko'rsatilgan mijoz o'rtasida tuzilgan bo'lib, kompaniya tomonidan o'rnatilgan rom va eshik mahsulotlariga 3 yil kafolat beriladi o'rtoqlar. 3 yil. Tushunyapsizlarmi? Bu yerda narxlar, eshik romlar $55 boshlanib qanchagacha? $250 $55 boshlanadi o'rtoqlar, $250 Keyin bunaqa kafolat xati hech kim bermaydi. Bersa ham 2 oyga berish, bunaqa 3 yilga bermaydi. Keyin o'rtoqlar mana Romex'ni pechati. Romex'ni pechati bor. Xuddi shunday kafolat xati sizlar xarid qiladigan bo'lsanglar, hozir mana so'rab chiqdik, bu yerda zavoddan kelib chiqqan holatda bir kunda 100, 150 kvadrat, 200 kvadratgacha qilamiz o'rtoqlar. Tushunyapsizlarmi? Bugun masalan sizlar 50 kvadrat zakaz qiladigan bo'lsanglar, bir sutkada, to'g'rimi? Shunday, iloji boricha tezlashtirib. Iloji boricha bir sutka yoki 2 kunda 100 kvadrat, 200 kvadratgacha qilib beriladi o'rtoqlar. Mana kafolat xatida pechatimiz bor. Xuddi shunaqa kafolat xatini oladigan bo'lsangiz, 3 yil ichida nimadir ashibga beradigan bo'lsa, rangi o'chib ketadigan bo'lsa yoki bo'lmasa mana bu yerda yozilgan mana rom eshiklarda qiyshaymasligi uchun, qiyshayib ketadigan bo'lsa, yopilmay ashibga beradigan bo'lsa, o'zingiz ayting bu yog'ini. Qanaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz tomonimizda sizlarga hech qanaqa xarajat bo'lmaydi. Bitta telefon qilasizlar, aka, shunaqa. O'zimiz boramiz, to'g'rilab, hamma narsani kamchiliksiz qilib beramiz. Mana albatta kafolat xatida mana Romex pechati, mana yerga nomerlari ham yozib, xuddi shunaqa kafolat xati beriladi o'rtoqlar. Ko'p aldanganlar bor ekan, hozir kommentariyada ham, Instagramda ham ko'pchilik pul tashlab qo'yib, bir dona eshikni ham 1 oylab kutadimi? Shunday aka. 1 oy, 2 oylab kutganlar bor ekan o'rtoqlar. Biz hayron qoldik shu narsaga. Zavoddan turib shu narsaga biz lavz beramiz, va'da beramiz. 100 kvadrat, 150 kvadratgacha bir kunda xudo xolisa sizlarga yetkazdiramiz. O'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rib, xuddi shunaqa kafolat xati bilan ketasizlar o'rtoqlar. Shunga xushyor bo'linglar o'rtoqlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlar yana nimadir tushunmagan ma'lumot so'ramoqchi bo'lsanglar, shu nomerga murojaat qilinglar. Shu nomerlarga telefon qilib zakaz bersanglar ham bo'ladi. Mana Rahmatulloh shu yerda doim shu yerda telefonga alo-aloga turib turadi. Turib nima xarid qiladigan bo'lsanglar, manzilimiz Sergeli Laylak mahallaga kelsanglar bo'ladi. Tushunmaganlar uchun yana shu nomerlarga murojaat qilinglar. Albatta sizlarga o'rtoqlar yaqinda xudo xolisa yana bir zo'r narsani tashkil qilyapmiz. Men Rahmatulloh bilan albatta bu narsa ham sizlarga yoqadi. Videoga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, sog' bo'linglar. Salomat.